Akalar, xudo xolasa gilos kalibrovni o'sha yerda opalarimiz o'tirib bemalol sifatli mahsulotni qabul qilishga, sifatli mahsulot tayyorlab berish uchun, sifat darajasini O'zbekistonda brendini ko'tarishlik uchun biz ham xudo xolasa qo'limizdan kelganini o'zimizni ishxonada sezonga tayyorgarlikchilik 100% tayyorlab bo'ldik. Hamma kelgan mahsulotni qo'ldan imkon qadar birma-bir o'tkazamiz. Buni albatta kontrolga olamiz. Sifat darajasini, o'zbek brendini, o'zbek nomini dunyoga tanitamiz xudo xolasa. Dunyo bizni mahsulotimizni sifati bilan, mazasi bilan, pishganligi bilan, ta'mi bilan tan olib o'zbek gilosi degan mana haqiqatan zo'r degan nomni olishga harakat qilamiz. Albatta bunga Alloh taolo va'da berganmiz va qolaversa muhtaram prezidentimizga men o'zim shaxsan va'da berganman. Yurt rivoji uchun hamma qo'ldan kelgan mehnatni xudo xolasa birgalikda qilamiz. Mana biz kalibrovni ayollarga hamma sharoit qilyapmiz. Stanoylar qiynalmasligi uchun kalibrovni 3 ta 4 ta mana stanoylar harakatini qilib tayyorlab bugun mana xudo xolasa jihozlab bo'lindi. Endi o'rniga qo'yib olsa inshaalloh tayyor biz. Bu yil kattaroq ob'yomda xudo xolasa mana Toshloqda o'zimiz ishxonada chiroyli mahsulotlarda 1 kilo keladimi, 1 tonna keladimi, 100 tonna keladimi, Alloh bergan ne'matni qancha kelsa, kim qancha olib kelsa, agar nasib qilib bizni xonadonimizga kirsa, mana shuna apparatlarda chiroyli qilib qadoqlab eksport qilib beramiz. Mana biz apparatlar tayyor, sezonga tayyormiz. Qaysi savdogarlar kelsa, Alloh nasib qilgan chiroyli qilib sifatli tayyorlab beramiz inshaalloh.